Assalomu alaykum, bizni kuzatib boruvchi obunachilarimiz. Oppoq qor nima deyapti? Bu qorlardan biz yana bir chiroyli xonadonni mana shu oppoq qordek однотомный holatda tunikafon ishlarini olib boryapmiz hozir. Xudo xolisa ishlarimizga bir baho berib qo'ysinlar. Ko'cha kazirovimiz shu holatda bo'lgan. Ichkari holatlarni ham xudo xolisa bir ko'rib orasizlar. Mana ichkari holatlar. Chetga setlarni qo'yganmiz.